qilib qo'y, gard emas, pozitsiya emas, raqibga noqulaylik ko'rsatamiz, nima? Bu рассечение. Qonatamizni, burnini sindiramiz, bo'ldi. Raqib 90% taktikasi bizda. Shuning uchun nima qilishimiz kerak? Tirkama ishlash kerak. Misol partiya olsam, bum tirsak o'qish kerak, например. Ashdan tiqish kerak. Tiqish kerak. Bitta ikkita yaxshilab tirsak tiqsak, burun ketadi, qosh ochiladi. Shu qosh ochilgan sari biz texnik nokaut bizda qilgan ko'proq. Nima deganim? Raqib уже отказ qilishga tayyor. Ya'ni ikkita uchta ushatiga biz jeb bilan papadani qilsak, просто ushatiga ursak, уже yetiladi. Sudya avtomatik to'xtadi degan narsa. Tushundingizmi? Shuning uchun отработка nima qilishimiz kerak? Например, shu taxta hozir ishlaymiz, stoyka ham partiram. Stoykada bir 5-6 ta partirni xuddi shu ishlaymiz. Turibdi. Mana tirsa emas. Tirsa qachon bo'ladi? Tirsa mana penchatkaning ichini ochish kerak. Ochiladi, turadi. Imенно chiqon o'tiradi. Bum. Shuninglar agar глубокий mana shunaqa защита qilyaptimi? Bitta o'rtadan kirasan. Bo'ladi, shu burnini sindirasan. Tak kirasan o'tdi. Bitta bir yoqdan kirding, bitta bir yoqdan kirding, bitta bir yoqdan urasan. Assalomu alaykum. Отработка qilinglar stoykada.